Assalomu alaykum. Magnum 20 kW NMK zavodini katyoli. Buni ishga tushirganimizda videosini qo'ygan edik. Endi mana rasxodlari bo'yicha video qilib ko'rsatamiz dedik. Mana shu qo'ygan katyolimiz. Rasxodlanganimiz yarimdan sal ko'proq ochiq. Gradus 60 gradus 61. Batga bir moslama qilganmiz. 61.3 gradus bu. Nasos 60 gradusdan o'tgandan keyin ishga tushadi. Mana qizil svet yonib turibdi. Hozir ishlab turibdi nasosimiz. 55 gradusga tushganda nasos o'zi o'chadi. Sababi o'zi samatoy sistemaligi uchun biz nasos shunga moslab qo'yganmiz. 60 gradusdan o'tib ketib qolsa, sistemada suvni aylantirishni boshlaydi. Tezroq aylangan hisobiga 60 gradusdan pastroq tushadi. Shu 60 gradus bir xilda turadi. Bu ruchnoy katyolimiz. Mana yonishi mana. Qarama, ichiga tortyapti. O'sha mo'rimiz uzunligini hisobiga juda yaxshi effekt beryapti. Hozir ichlaridan yonishib ko'rsataman. Yonishi sizlarga bir qiziq narsa ko'rsataman. Men o'ylagandim. Bu juda ham qattiq ketadi deb o'ylaganman mana. Qo'l kuydiradigan darajada bo'lib ketadi, lekin unaqa emas ekan bu. Mana katyol yonish. Pastidan chiqib yonyapti işte. Bu katyol ishlatganlar biladi, bu qanaqa. Mana bu yerda qo'l kuyadi deb o'ylaydi mana. Bu degani batga chiqqungacha issiqlikni katyol yetarlicha o'ziga olib olyapti. Mana ochganimiz hisobiga havo yaxshi kirishni hisobiga juda alanga kuchaydi mana. Hozir sizlarga shu ko'mirni bir yo'li tashab ko'rsataman. Bir kuniga 25-30 kilo 5 xona uyda isitayapti. 8 ta radiator bor. Hammom, hojatxona, oshxona, 4 xona uy ularda isitayapti. Ya'ni bitta-ikkita joylarni o'chirib qo'yganmiz. Mana hozir bo'ldi, mana shunga ustiga ko'mirni bosib qo'yamiz. Yoqqaningizda ko'mirni tashab ketaverasiz. Juda ham oson, chunki kulini olib qo'yasiz. Buni bir 3-4 marta har 3 soat, 4 soatda bir qimillatib qo'yasiz buni. Kuli tushib ketadi. Yana yonishda davom etaveradi. Hozir mana ko'mirni solib qo'ydik, ya'ni yasagan istaydi. Mana keyin to'ldirsa yana chiqaveradi. 3 kilo ko'mir soldim. 3 kilodan bo'lganda 9-10 kilo. 10 kiloga borgan yo'q hali ko'mir. To'lsa 30 kilosi haqi. Bo'ldi, shu bilan hozir soatimiz 9:30 shu. Endi sosiy birar kilo solib qo'yamiz. 10 kilo. Bemalol shu ertalabgacha yetadi. Mashina o'zi ham yetsa kerak. Shu tavsiya qilamiz, yaxshi katyol. Endi buni bitta yana qishda ozgina rasxod ko'payishi, qishda deganim endi sal sovuq tushganda rasxod ko'payishi ehtimol. Hozir 30 kiloga borib-bormay shu bitta qop 30 kilo, 33 kilo, 28 kilo shunaqa. Shu bitta qop bir kunga ketyapti desak ham bo'laveradi. Hozir kunda. Endi 5-6 kilo qo'shilib qolsa kerak, endi sovuq kunlarida. Mana zapravka qilib qo'ydik. Bo'ldi. Bitta maslahat, xuddi shuni avtomatidan olsalaringiz, bunkerli katyolda ruchnoy bo'ladi. Juda yaxshi, o'zi aylantirib turaveradi 3-4 soatga qo'yib qo'ysalaringiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Uzoq aka, charchamang, sog' bo'ling.